Assalamu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Xinjiang Taiytang xalqaro savdo mas'uliyat cheklik shirkati bilan birlikda boshqargan bayqash programmamizni ko'rishingizni umid qilamiz. Savan ayisi Tarbag'atay viloyatiga joylashgan manzarasi go'zal qadimiy yurtlarning biri. Oldingi asrning 80-yillaridan ilgari Savan ayisida arxeologiyalik tekshirish epirilmagan. 1989-yili mamlakat bo'yicha epirilgan 3-qatimliq madaniyat yodikorliklarini tekshirib statistika qilish va naq maydonda epirilgan tekshirishda Ulujan yaylig'ida bayqalgan zo'r ko'lamdagi qabrlar to'pi har darajalik arxeologlarning diqqatini tortgan. Undaqda bu qabrlar to'pi qaysi davrlarga mansub? Bu qabrlarga qanday sirlar yoshiringan? Bularga qiziqsangiz, diqqatingiz ekranimizda bo'lsin. Ulujan yaylig'i Savan ayisidan 70 kilometr yiroqlikda joylashgan manzarasi go'zal yaylaq bo'lib, bu joy yaqinda yana bir qatim kishilarning diqqatini o'ziga tortdi. Arxeologlar dastlabki qadamda tekshirish orqali bu joydagi qadimgi qabrlarning tarqilish doirasining kengligini va sonining ko'pligini bekitdi. Abdunum rayonluq madaniyat yodikorliklari o'rni, shundaqla Tarbag'atay viloyatlik va Savanaylik madaniyat yodikorliklari o'rnidagi mutaxassislar bu joyda keng doirada tekshirish olib berib, tosh parchalarini do'maloq shaklda tizib qo'ygan nurg'un to'piliklarni bayqagan. Ham bu xil aloyidlik asosan bu joyda qadimgi qabrlar to'pining borlig'ini bekitgan. 2009-yili arxeologlar bu bayqashga asosan 2 oy vaqt sarf qilib bir qism qabrlarni qazgan. Bu o'rinda qazilgan 36 qabrdagi jasadlarning qo'yilishi va ichidan chiqqan turli madaniyat yodikorliklarining alohidligiga asosan o'xshash bo'lib, mutaxassislarning qarashicha bu qabrlarning yil davri 2000 yil atrofida ekan. Biz hozir uni 4 Ulujanda bayqalgan qabrlar 4 cho'ng to'pga bo'lingan. Bir doirada 200 dan ortiq qabr bayqalgan. Bu qabrlarning qazilish, qo'yilish aloyidligiga asosan bu qabrlarning o'xshash bir davrga mansub ekanligini dastlabki qadamda bekitdik. Ulujanda qizilgan qabrlar ichida eng cho'ng yog'och qurilmaliq bu qabra arxeologlarning alohida diqqatini tortgan. Bu qabra o'rnining doirasi cho'ng bo'lib qolmay, 4 atrofi butun yog'och qurilmaliq bo'lib, jasad qora yog'ochdan o'yib yasalgan tovut ichiga yotqizilib dafn qilingan. Bu qabrning eng ustungi qismiga to'pi dövilinib, tosh parchalari do'maloq shaklda tizib qo'yilgan. Bu qabrning cho'nqurligi 2 metr, kengligi 1 metr 60 sm atrofida bo'lib, uzunligi 1 metr 80 sm atrofida. Diametri 10 cm dan oshadigan qora yog'ochlar bilan yasalgan. Qabrning alohida yasalishidan shu davrdagi salohiyati alohida yuqoriroq bir asining qabrisi bo'lishi mumkin deb faraz qilishdik. Arxeologlar bu qabrining yuqori tarafidan yontu shaklda qo'llangan o'rak va tovut ichidagi chechilib ketgan so'ngaklarni tekshirish orqali bu qabrining o'g'irlanganlik ehtimoli borligini bekitdi. Biz chechilib ketgan so'ngaklarning engak so'ngaki va yonposh so'ngakini tekshirish orqali buning 40-50 yoshlar atrofidagi bo'yi 1 metr 95 dan 2 metr atrofida keladigan bir er kishining jasadi ekanligini bekitdik. Bu qabrda jasad so'ngining chechilib ketganligi va yuqori tarafda bir o'rak qo'llanganligiga qarab, bu qabrning necha asr ilgari o'g'irlanganligini bayqadik. Arxeologlar bu joyda yana bir qancha qabrdagi jasad so'ngaklarining va birga ko'milgan dafn buyumlarining chechilib ketganiga qarab, ularning ayni davrlarda o'g'irlanganligini dalilladi. Orada 4'e böldük.
Endi oşoda қазу жұмысы осы. Bu joyda bayqalgan bir qancha cho'ng qabrning ayni davrda o'g'irlanganligi aniq. Biz bu qabrlarni qazgan vaqtimizda qabrning yon tarafidan ko'lab qabr ichiga kirganligini bayqadik. Mush qabrlardagi jasad so'ngaklari chechilib ketgan yoki qalayimqon bo'linib qolgan. Odatda bunda qabrlar ichida cho'qim boshqa buyumlar bo'ladi. Lekin bu qabrlardan boshqa buyumlar yo'q deyarlik chiqqan. Bu yerdagi qabrlar ichidan turlik uy hayvonlarining bosh so'ngidan boshqa yana ranglik, rangsiz sopol qachalar, tosh qorallar, mis qorallar, shundaqla turlik oltin zibu zinnat buyumlari qatorliqlar bayqalgan. Qo'shimcha bir erishiligi bor. Bu joydagi ko'pincha qabrlar ichidan to'ga, kala, ot, qo'y qatorliq uy hayvonlarining bosh so'ngi bayqaldi. Yana bir alaylik ko'pincha jasadda qor yog'ochdan o'yib yasalgan tovut ichiga selingan. Bularga qarab, bu qabrlarning ayni davrdagi ko'chman millatlarning bo'lsa kerak deb faraz qilinmoqda. Arxeologlar Savan Nayisi New Jersey firmasi tavasida tashurish jarayonida bu joydami zo'r qabrlar to'pining borlig'ini bayqagan. Uning basi Bu joydagi qabrlar to'pisidan chiqqan zibuzinnat, ranglik rangsiz sapalqacha, ishlab chiqarish qurollari, shundaqla turmush buyumlarining turi ko'p, soni bir qadar ko'p. Bu buyumlar bir-biridan nafs ishlangan. Buningdan ayni davrdagi xalqlarning ishlab chiqarish, turmush odati, shundaqla qo'l hunarmandchilik texnikasining qanchalik darajada yetganligini taxminan qiyos qilishga bo'ladi. Ulujan yaylig'iga yaqin bu yezan chorvachilarning atyoz va kuzlik o'tkinchi yaylig'i bo'lib, bu yerdagi Ninjag'i suv ombiri yenidan 135 qabri bayqalgan. Bu joyda bayqalgan qabrlarning soni ko'p, doirasi keng. 2011-yil 6-oydan 8-oygacha bu joydagi qabrlardan 115 qazildi. Qolgan qabrlar vaqtincha qazishdan to'xtatib qo'yildi. Arxeologlar bu qabrlarni qazish davomida buning ichidan yolg'iz kishilik, qo'sh kishilik va ko'p kishilik qabrlarning borlig'ini bayqadi. Bu qabrlar ichidan tosh qorallar, mis qorallar va temir qorallar, shuningdek yaqut, oltin zibu zinnat buyumlari bayqaldi. Bu qabrlarning cho'ng kichikligi va tarqalish aloyiligi o'zaro farqli bo'lib, dafn qilinganlar 40 yosh atrofidagi ayollar. Dastlabki tekshirishga asoslanganda, bu qabrlar 2000 yildan 2700 yilgacha bo'lgan oralikdagi davrga mansub. Qabrlarning aloyiligi va ichidan bayqalgan buyumlarda alohida cho'ng farq yo'q. Savan nayisidagi 2 o'rindan bayqalgan bu keng ko'lamdagi qabrlar to'pining yil davri bir-biriga yaqin bo'lsa-mu, biroq dafn qilish usulidagi bir qism o'xshashmasliklar va alohidaliklar yanada farqli. Bu 2 o'rindagi qabrlar to'pining zodi qanday munosabati bor? Ular bir qavmning kishilarimi? Bunisi yanada sir. Bu yerda bayqalgan net 100 qabrning orliqi ancha yiroq emas. Bu qabrlarning qo'yilishi, dafn qilish usuli qatorliq jihatlardagi farqmi ancha cho'ng emas. Bu ayni davrda yashagan bir qavm kishilarining qabrisimi? Bular o'rtasida qanday munosabat bor? Ular qaysi doirada yashagan? Bunisi yanada aniq emas. Bu qabrlardan bir qismi qazildi, yana xeyli ko'p qismi qazilmadi. Kishilar yillik arxeologiyalik qazish tamomlansa, balki bu sirlar yechilishi mumkin. Savan nayisida bayqalgan bu keng ko'lamli qabrlar to'pi ayni davrlarda u zaminda yashagan millatlarning etnik tarkibi, ularning yashash alohidaligi, turmush urf-odatlari, shundaqla madaniyatini tadqiq qilishda arxeologlarni tepilg'usiz tarixiy faktlar bilan ta'minladi.
Şinjan TAIT Xalqaro savdo mas'uliyat cheklik şirketi bilan birlikda boshqargan bayqash programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Qiziq liniya telefoni 40 008 00 236. Ko'p yillardan buyon tadqiqotchilar oqsilni cho'nqurlab tadqiq qilish davomida ammonik kislotadan tuzilgan oqsilga o'xshamaydigan bir xil moddani bayqagan. Ham oqsillik xususiyatga ega bu moddaga peptid deb nom bergan. Peptid organizmning fiziologik funksiyasini ta'minlash va organizmni oziqlik bilan ta'minlashdek qo'sh unumlik rol o'taydi. U kishilik hayotdagi barliq metabolizm jarayoniga ta'sir ko'rsatadi. Peptid canlılardaki her türlü hücre funksiyasidagi bioaktiv modda. Bioximiya olimlari peptidni sun'iy usulda biriktirib chiqqan 40 necha yildan buyon molekula biologiyasi va bioximiya texnikasining ushqandek taraqqiy qilishiga ergishib, peptid tadqiqotida kishini hayron qoldirgudek davr bo'lgich ilgirlash maydonga keldi. İnsoniyatning peptidni tadqiq qilayotganiga 100 yildan oshgan. Bu jarayonda oz bo'lgandimi 5 turlik peptid tadqiqot natijasi Nobel mukofotiga erishgan. yılı London Universitetidagi fiziologiya olimlari jonliqlar tenidan bir turlik ajoyib moddani bayqagan va uni sikrotin deb atagan. Bu insonlarning peptidni tunji qatim bayqishi bo'lib, peptidning oqsil va ammonik kislotadan muhim rol o'ynaydiganligini faraz qilgan. Bu bayqash peptidning hayotlik ilmidagi turli funksiyalik tadqiq qilinishiga yo'l ochdi. Shuningdek keyingi 100 yildan ortiq vaqtda olimlar ilgari keyin bo'lib 100 xilga yaqin peptidni bayqadi. Organizmdagi nerva, qon tomir, ishki a'zo, so'ngak, teri qatorliqlar bilan nihoyat zich munosabatlik bo'lgan bir xil ko'p iqtidorli peptid, kollagenlik peptidni texmo ishkirlab tadqiq qilish orqali bu xil moddaning organizmdagi ko'p taraflik roli, organizm biriktirgichi to'qilmalardagi muhim moddaligi, kishining ruhiy holati, badan quvvati, kasalga qarshi turish kuchi, immunit sistemasi qatorliqlar bilan zich munosabatlik ekanligi, hayotlik sifatini oshirishdagi muhimligi xalqaro ilm-fan sohasidagi olimlar tarafidan isbotlandi. İnsanlar bayqagan oqsilning turi 100 xildan ko'proq yetdi. Buning ichida 50 xil oqsilning qurilma jihatdan o'xshash bo'lganligi uchun buningga kollagenlik oqsil deb nom bergan. Endi Muşu oqsilning qurilmasining ichida yana bir kichik modda bo'lib, biz buni peptid deb ataymiz. Peptid oqsilni biriktirdi. Shundaqla oqsilning asosi. Endi kollagenlik peptid deganimiz muşu oqsil bilan amino kislotasi orasidagi kichik bir modda peptidni deymiz. Organizmdagi barliq aktiv moddalar peptid shaklida mavjud bo'ladi. Ya'ni peptid hayotlikning mavjudlik shakli. Organizm minglagan, 10 minglagan peptiddan tarkib topgan. U insonlardagi nerva, hormon, ishki ajratma, ko'pish qatorliqlarga chetiladi hamda butkul fiziologik jarayonga qatnashadi. Organizmda peptid bo'lmasa, hayotlik oxirlashadi. Bizning mamlakatimizda 83-yildan boshlab bu peptid tadqiqotini mamlakatimizga donliq olim Wu Qinglin efendi buni boshlagan. 2007-yilga kelganda peptidni ayirish texnikasi davlatning shundaqla xalqarodagi nopozliq o'rinlarning tasdiqidan ham tasdiqlashidan o'tgan. Shundaqla davlat patentiga erishgan. Peptid molekula massasi 300 daltondan töven bo'lgan 2 yoki uningdan ortiq ammonik kislotasining peptidlik bog'lanishdan tuzilgan ximiyalik birikmadan iborat. Bir tal ammonik kislota peptid bo'lolmaydi. 2 dan ortiq ammonik kislotasi berikandila peptidni shakllantiradi. 50 dan ko'p bo'lgan ammonik kislota peptid bo'lmasdan kishilarga tonishliq bo'lgan oqsilga o'zgaradi.
Canlıqlar tenidagi oqsil o'xshash bo'lgan 20 xil amoniy kislotadan tuziladi hamda xilma-xil shakldagi oqsil dunyosini shakllantiradi. Hujayra hayotlikning asosiy birligi. Organizmda taxminan 60 trillion hujayra bo'ladi. Hujayra tanchisidagi eng asosli modda oqsildan iborat. Hayotlik faoliyati oqsil orqali tamomlanadi. Oqsil bo'lsa peptid behidan tuzilgan. Shuning uchun peptidning hayotlik faoliyatlaridagi roli oqsildan eshib ketgan. Bu peptid har qanday hayotlikda, har qanday jonliqda bo'ladi. Masalan, o'simlik, meva-cheva, dal-daraq, hatto dengizdagi jonliqlarning hammasida tenida peptid bo'ldi. Endi biz mushu peptidni turlik qaysi hayvondan yoki bo'lsa qaysi o'simlikdan, qaysi mevadan ayırsak, şunun özü güçlük insan bedeniga bo'lgan o'xshamagan ta'siri bo'ldi. Ko'p yillardan buyon olimlar insoniyat sog'lomligiga to'xtab qo'yish uchun peptid tadqiqotini cho'nqurlashtirib, uni tayyor mahsulotga aylantirib, bu jihatda bo'shliqni to'ldirdi. Devletimiz alimlarining uzluksiz izlanishi va tadqiq qilishi bilan bugungi kunda maydonga kelgan kollagenlik peptid mahsulotlari kishilarning sog'lomlik ishlarida o'z rolini namoyon qilishga boshladi. Qadrli ko'rman do'stlar, bayqash programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.